Aka aniq muammo bo'lmaydi, chunki O'zbekiston qonunchiligida yer sotish mumkin emas-da. Hujjatda muammo yo'q, hammasi joyida. Bizga. Quruq yer aka muammo bo'lmaydimi desam, yo'q, chotki auksionda yutib olingan bemalol sotsa bo'ladi deyaptilar. Mana shu ko'rib turgan joyinglar, bunaqasiga 15 metr, bu yog'iga 49 metr ekan, umumiy 7,5 sotuv. Ko'chaga, parkovkaga joy tashab ketilgan ekan hamma joyidan. O'zi 15 sotuv, parkovkalarning hisobiga 7,5 sotuv foydalanishga berilgan ekan. Ko'chani ko'ryapsizlarmi? Katta ko'chada birinchi liniya, to'g'ri yursa 500 metrdan keyin Qorasuv 1. Mirzo Ulug'bek tumanida turibmiz. 1 sotiga $30,000 dan. Вообще shikalat narx. Shundoq bosaveradigan joyi. Bitta anaqasi, bu yerda xohlagan qurilishingizni qila olmasangiz, faqat va faqat uchebniy zavideniyalarga, uchebniy sentrga o'xshagan bog'cha maktablarga ruxsati bor ekan. Kim agarda shunaqa biznes qilaman deb qidirib yurgan bo'lsa, videoni tashab qo'yasizlar. Zo'r variant Mirzo Ulug'bek tumaniga $30,000 dan. Вообще shikalat. Shunaqa arzon uylarni olmoqchi bo'lsanglar, podpiskaga ham tashab qo'yinglar.